eng zo'r joylarga olib borganmiz Toshkentda. Kirishi juda ham qimmat bo'lgan nerv patologlarga ham olib borganman. Ular bolangni xap bo'lma, anaqasi yo'q, foydasi yo'q, tuzalmaydi deb chiqarib yuborgan. O'shandan keyin men YouTubedan qidirib topib kelganman. Mana o'zgarishimiz ko'z tegmasa ancha yaxshi mana. Hurmatli obunachilarimiz, bugun 2025-yil 16 aprel kuni navbatimizda bemorimiz bizga Toshkent viloyatidan tashrif buyurgan. Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня 2025 года, 16 апреля. Сегодня у нас пациент с Ташкентской области. Сейчас мы с ними поговорим о наших результатах, считай, о их результатах, какие у них были результаты. Demak, ushbu bemorimiz bilan hozirgi qanday natijalarga erishgani bilan gaplashib olamiz. O'zlari bilan batafsil. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Biz Toshkent viloyatining Ravshan shahridan kelganmiz. Qizim Turopova Hilola 4 oylik bo'lganda privkadan keyin qattiq sudurgi bo'lib qoldi. Bir kunda 10 mahal, 15 mahal ham beradigan bo'lib qoldi. 3 marta reanimatsiyada yotdik, hamma doktorxonalarda yotib chiqdik. Davosi yo'q deb chiqarib yuborishdi Toshkentdan. Keyin biz bularni YouTubedan qidirib topdik. YouTubedan qidirib topib keldik. 3 kun ichida rezultatni zo'rini oldik. Birinchi o'chirtda ko'zlari ketib qolardi. Ko'zi sirazi joyiga tushdi. Mana 2 oy deganda boshini ko'tarishni boshladi. Umuman qimillamasdi bola. Hali ertak odamlarga, lekin haqiqatda qimillamasdi. Mana hozir o'tiribmiz, bemalol o'tiribmiz, o'ynab, mana ovozlari chiqib qoldi. Harakatimiz bor, baqiryapmiz, qilg'ila qilyapmiz. Hattoki ko'zlari ham ko'rmay qolgandi. Hozir mana yorug'likka intilib qaraydi hozir. Birinchi rezultatimiz bizda epikuraitdan bo'ldi, pankreatdan bo'ldi, keyin tonus raytdan bo'ldi. Bizda juda ham tonusi past edi. Shalpayib yotaverardi. Tonus rayt ichgandan keyin mana aktivni mana qo'limiz ushayapti. Birinchi o'chirtda umuman hech qanaqa reaksiyasi yo'q edi. Pankreat umuman ichi kelmasdi. 3 kunda bir, 4 kunda bir kelardi. Pankreat bilan epikurait ichgandan keyin juda ham zo'r o'zgarish bo'ldi. Keyin uyimizda hamma shamollasa ham ko'z tegmasin. Ash dorilardan keyin hali biror marta yo'talmadi, shamollamadi, burni oqmadi. Asha shamollashlarga qarshi bilsangiz, pankreatimiz juda zo'r ta'sirlarni ko'rsatdi. Malades. Haqiqiy doktor Jalilov asl doktor ekanlar. Haqiqiy dorilarga ham ishonchli. Biz mana ichirib ko'ryapmiz hammasini. Hali birovga ertak bo'lishi mumkin, lekin haqiqatda shunaqa ekan. Mana to'xtamay ichirdik. Shu vaqt ichida mana 8 oyda mana keldik yana bir marta. Lekin Xudo xolisa bu safar ketsak, yurib oyog'imiz bilan chiqib ketmoqchimiz. Mana oyoqlariga turib qoldi. Xudo xolisa xo'jinkada yuryapti. Endi Alloh nasib, niyat qilib turibmiz, mana sizlarning yordamingizda bo'ladi endi. Yaxshi, demak, ba'ziga ishonmaydigan odamlarimizga nima deysiz? Shunchalik yana o'zi boshidan o'tibdi. Harakat qilsanglar bekor qolmaysizlar. Harakatda hammasi ishonish kerak ekan. Haqiqatda mana dorilari ham tabiiy birinchi o'chirtda. Mana turaman deb janjal qilyapti. Mana shalpayib yotgan qiz, mana turaman, meni turgiz, yuraman deb janjal qilyapti. Mana shu epikarat tonus raytlardan keyin bu bolaning tonusini shu darajada past degan, umuman xamir qilib yig'ib qo'yganga o'xshab yotardi. Mana hozir juda ham zo'r o'zgarish. Eng zo'r joylarga olib borganmiz Toshkentda. Kirishi juda ham qimmat bo'lgan nerv patologlarga ham olib borganman. Ular bolangni xap bo'lma, anaqasi yo'q, foydasi yo'q, tuzalmaydi deb chiqarib yuborgan. O'shandan keyin men YouTubedan qidirib topib kelganman. Mana o'zgarishimiz ko'z tegmasa ancha yaxshi mana. Hozir so'z bermayapti mana. Ertaga Xudo xolisa epikurait bilan tonus raytlar orqasidan yugurib ketamiz Xudo xolisa. Mana bu safar yana qo'shib berdilar dorilarni ikkinchi kelganimizga. Neyroraytdan qo'shib berdilar. Bu juda ham aqlni tiklashga, o'zini o'zi miyani tiklanishiga juda yaxshi ta'sir qilar ekan. Miyadagi nervlarni tiklar ekan. Nerv tolalarini tiklar ekan. Shunga endi berdilar. Xudo xolisa uni ham ko'ramiz. Bugun birinchi kun mana tekshiruvlardan o'tdik. Mana so'z bermayapti, kuchimiz yetmayapti. Xudoga shukr shunchalik qo'yganiga. Rahmat doktor Jalilovga shunchalik bolamizni o'zgartirib, o'ziga keltirib qo'yganiga ham rahmat.
Demak, shunchalik sizlarga foyda berib, shunchalik natijalar olganlarga biz ham xursandmiz. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh o'zi shifo bersin. Hozir ham bir qator diagnozni aytib o'tib ketamiz. Xudo xohlasa. Aha, MRTlarni ko'rsatib, mana ko'rib olishingiz mumkin. Atrofiya mozga bilan kelgan. Atrofiya головного mozga deb kelgan. O'sha ham o'zbekcha aytib o'tib ketdim. Mayli bo'lsa, shu bemorimizga duo qilib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh o'zi shifo bersin. Sizlar ham sog' bo'linglar iloyim.